Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Ombudsman, ya'ni inson huquqlari bo'yicha vakili to'g'risidagi qonunni bugun o'quv dasturi doirasida ko'rib chiqamiz. Buni boshqa normativ huquqiy hujjatlardan asosiy farqi bu qonunimiz yangi qabul qilingan, ya'ni 2024-yilda qabul qilingan qonunlar sirasiga kirishidadir. O'zi umuman ombudsman haqida turli ma'lumotlar bor. Bu o'sha birinchi bo'lib Shvetsiyada paydo bo'lgan 1809-yilda Shvetsariyadamidi, Shvetsiyada allakimning vakili degan ma'noni anglatardi. Qisqasi mana shunday. Ana endi biz ombudsman va u ko'radigan ta'sir choralari, shuningdek ombudsmanning huquqlari va majburiyatlari haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu uncha uzoq vaqtni olmaydi. Bu qonunimiz to'liq emas, o'sha o'quv dasturi doirasida ko'rib chiqiladi. Demak, boshladik. Mazkur qonun 2024-yilda qabul qilingan. Xo'p, mazkur qonunning maqsadi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman faoliyatini tartibga solishdan iboratdir. O'zi ko'pchilikda bir tushuncha bor. Ombudsman deganda qanaqadir organni yoki bo'lmasam tashkilotni tushunishadi. Unday emas. Ombudsman bu jismoniy shaxs. Shunchaki mansabdor shaxs. Xuddi mana bosh prokuror deganda, prezident deganda bir shaxsni nazarda tutamiz-ku. Bu ham xuddi shunaqa ombudsman, ya'ni oddiygina jismoniy shaxs, mansabdor shaxs. Bu Oliy Majlis, ya'ni parlamentni aynan inson huquqlari bo'yicha vakil hisoblanadi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman. Mana shu ikkinchi moddani ko'rib chiqamiz. Ombudsman nima qiladi o'zi? Ombudsman parlament nazoratini amalga oshiradi. Xo'p, parlament nazoratini amalga oshiradi. Nima ustidan parlament nazoratini amalga oshiradi? Qanday tartibda parlament nazoratini amalga oshiradi? Endi bu haqda to'xtalamiz. Mana bu yerdan boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman mansabdor shaxs, mana mansabdor shaxs bo'lib, u davlat organlari, shu jumladan huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar, korxona, muassasa, tashkilotlar hamda mansabdor shaxslar tomonidan inson huquqlari va erkinliklari to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan parlament nazoratini amalga oshiradi. Demak, ombudsman parlament nazoratini amalga oshirar ekan, nima ustidan parlament nazoratini amalga oshiradi desak, inson huquqlari to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan parlament nazoratini amalga oshiradi. Kimlarni inson huquqlari bo'yicha qonunchilikka rioya etilishi ustidan parlament nazoratini amalga oshiradi desak, davlat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar. Demak, mana buni bir qilib ajratsak bo'ladi. Nazorat qiluvchi organlar va ikkinchisi korxona, muassasa, tashkilot va ularning mansabdor shaxslari. Demak, mana shu ikkalasi, ya'ni davlat va nodavlat demoqchi, e'tibor bergan bo'lsanglar, mazmun mohiyatdan mana davlat organi, XMQ organlari demoqchi, keyin korxona, muassasa, tashkilot deyapti. Demak, bu nodavlat organ. Mana shu haqida gap ketyapti, mazmun bilan qarasanglar. Demak, shularni inson huquqlari to'g'risidagi qonunchilikka qanday rioya etayotganligini parlament tomonidan nazoratni amalga oshiradi. Xo'p. Ana endi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman inson huquqlari bo'yicha milliy institut sifatida, mana bizda bor, yangi 10-sinfdan kelgan inson huquqlari bo'yicha milliy institut sifatida keltirilgan organlar bor bir qancha. Bu ham inson huquqlari bo'yicha milliy institut sifatida inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilinishining mavjud shakllari hamda vositalarini to'ldiradi. Ombudsman O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari va erkinliklari to'g'risidagi qonunchiligini takomillashtirish hamda xalqaro huquq normalariga muvofiqlashtirish, inson huquqlari va erkinliklar sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va fuqarolarni inson huquqlari sohasidagi huquqiy madaniyatini oshirishga ko'maklashadi. Xo'p, mana bu bizda eski qonunchiligimizda yo'q edi. Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz bilan har doim farqlanganimizda biz o'quvchilar bilan xalqaro hamkorlik bo'lsa, sirazi milliy markazga olaverasizlar, bu ombudsmanga tegishli bo'lmaydi degan
qoidani aytgan edik. Lekin mana bu yerda bizda yangi tahrirdagi qonunchiligimizda qo'shilyaptiki, xalqaro huquq normalariga muvofiqlashtirish bo'yicha, ya'ni inson huquqlari bo'yicha qonunchilikni xalqaro huquq normalariga muvofiqlashtirishga hamda shu inson huquq va erkinliklar sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga ham, fuqarolar inson huquqlari sohasidagi huquqiy madaniyatni oshirishga ham ko'maklashadi deb belgilab qo'yilyapti. Demak, mana shuni alohida qilib yonboshlatib qo'yaylik. Xalqaro deganda endi faqatgina milliy markaz emas, balki ombudsmanni ham tushunishimiz kerak. Ombudsman o'z faoliyatida tashkilotda mansabdor shaxslardan mustaqil faoliyatini amalga oshiradi hamda faqat qonunga bo'ysungan holda faoliyatini amalga oshiradi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi tomonidan imzolanadigan guvohnoma berilar ekan bunga. Demak, ombudsmanga guvohnomani kimlar imzolaydi? Birinchisi O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi spikeri, qisqasi spiker va senat raisi deylik. Eslab qolish ham oson bo'ladi. Ikkita palatani rahbarlari desangiz, undan ham oson bo'ladi. Mana shular tomonidan imzolanadigan guvohnoma beriladi. Ombudsman guvohnomasida o'z vakolat muddati mobaynida foydalanishi mumkin. Yana bitta narsani inobatga olishinglar kerak. Eslatib o'tamiz, Konstitutsiyaning 93-moddasida Oliy Majlis palatalarini birgalikdagi vakolatlari keltirilgan. Mana shu birgalikdagi vakolatlari doirasida ombudsmanni saylash ham bor. Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz, inson huquqlari bo'yicha vakilini saylash degan alohida norma ham bor, vakolat bor. Mana shu Oliy Majlisning birgalikdagi vakolatidan kelib chiqqan deb xulosa qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Ombudsman o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, ushbu qonun hamda boshqa qonunchilik hujjatlari va O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalariga muvofiq amalga oshiradi. Xo'p, uni faoliyati kerak emas bizga, lekin bilishimiz kerak, mana nechinchi yil asosiy prinsiplarni bilib ketaylik. Mana necha yil, 5 yil. Bular endi dastlabki tushunchalar, uni bari o'quv dasturiga aloqasi bor, chunki ombudsman necha yilga saylanadi o'zi degan asosiy bir fundamental savolda u. Xo'p, asosiy prinsiplar birinchisi demak qonuniylik prinsipi. Buni sal boshqacharoq belgilaylik, buni qilib qonuniylik. Aytdik-ku, boshqa tashkilotlarda mustaqil faoliyat yuritadi deb. Mustaqillik. Keyingisi adolatlilik. Undan keyingisi insonparvarlik. Kamsitishga yo'l qo'ymaslik. Bu banda hech qayerda kelmagan prinsip. Kamsitishga yo'l qo'ymaslik, xolislik hamda ochiqlikdan iborat. Demak, faoliyati mana shunday. Xullas, hamma insonparvar prinsiplar ombudsmanning faoliyatida bor. Mana shu prinsiplar asosida faoliyat yuritadi. Yaxshiroq nima deydi, esda qolishi uchun mana shunday qilib sizlarga belgilab qo'ydim. Xo'p, keyingisi ombudsman lavozimiga nomzodga qo'yiladigan talablar. Saylash kuni, demak, o'zi ombudsmanga 30 yosh bo'lishi kerak. Dastlabki tushunchalar mana. Saylash kuni 30 yoshga to'lgan, kamida 5 yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ombudsman lavozimiga saylanishi mumkin. Demak, mana shu ombudsmanni saylanishiga qo'yiladigan talablar. E'tibor bering, faqat yoshida farq qilyapti, qolgani xuddi bu deputat yoki masalan senatorga qo'yilgan talablarga o'xshaydi. Saylov kodeksini o'tganimizda to'liq o'qiganmiz, buni tushuntirganman. Ombudsman O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Senati tomonidan 5 yil muddatga saylanadi. Demak, vakolat muddati 5 yil ekan. Ombudsman lavozimiga nomzod O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari, ya'ni ikkita palata birgalikda ko'rib chiqishi uchun prezident tomonidan kiritiladi. Demak, ombudsmanning nomzodi kim tomonidan kiritiladi deyilsa, O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan kiritiladi deb aytishimiz kerak. Kim ko'rib chiqadi buni desak, Oliy Majlis palatalari. Mana ikkalasini birgalikdagi vakolati deganmiz, chunki buni boshqacharoq qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining ombudsmanni saylash to'g'risidagi qarori O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining majlislarida Qonunchilik palatasi deputatlari hamda Senat a'zolarining umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Bu nima degani? Ko'pchilik ovozi bilan degani, bu degani 50%
dan ko'prog'i. Ya'ni 50% plus. 50% dan ko'proq ovoz bersa, mana shu parlament a'zolarini ombudsman saylangan hisoblanadi. O'z aslida 50% plus 1 deyiladi. Mana shunaqa deb eslab qolsak ham bo'ladi. Majoritar saylov qoidasi bu. Ombudsman keyin yana bitta narsani aytaylik. Kvorum. Kvorum, ya'ni kvorum degani mazkur majlis vakolatli bo'lishi uchun unda ishtirok etadigan shaxslar nomi yetarli bo'lishi. Ya'ni kvorum bo'lganda, keyin mana bu ovoz bo'lganda, keyin saylangan hisoblanadi. O'zi umuman mana bu majlislar, senat bilan qonunchilik palatasi deputatlarining majlisi qachon vakolatga ega? Qachon birga yig'ilsa, soni qancha bo'lsa, birorta bir qaror qabul qilsa, rasmiy kuchga ega deb hisoblanadi. Qachonki ular yarmidan ko'p ishtirok etsa. Mana shu kvorum deyiladi. Vakolatli bo'lishi uchun qanchasi ishtirok etgan bo'lishi kerakligi kvorum. Mana shu kvorum doirasida atama ham bor darsda kelgan. Mana shu kvorumni 50+1 ovoz bersa, demak, ketdi. Nima deydi? Saylangan hisoblanadi. Ombudsman nomzodi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarini majlislarida ko'rib chiqilganidan keyin palatalarning ushbu masala yuzasidan qabul qilingan qarorlari prezidentga yuboriladi. Ya'ni palata qaror qabul qilib, prezidentga yuboradi. Prezidentni yashilda belgilaymiz. Mana bu yoqda ham yashilda belgiladi, bu yoqda ham yashilda belgiladi. Prezidentga yuboradi. Ombudsman o'z vakolatlari muddat tugagach, yangi ombudsman saylanguniga qadar o'z vazifasini davom ettirib turadi. Xo'p, surunkasi 2 muddatdan saylash mumkin emas. O'sha mansabdor shaxslarga qo'yilgan talab. Surunkasiga 2 muddatdan ortiq saylanishi mumkin emas. Xo'p, ombudsman o'rinbosari va hokazolar bular kerak emas. Oldin shunaqa qoida bor edi. Bolalar ombudsmani uni birinchi o'rinbosari degan bir normalar bor edi. Hozir unaqa narsalar o'zgartirib tashlangan. Bolalar ombudsmani ham alohida inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha ombudsman hisoblanadi. Bolalar masalasi bo'yicha deydi bu. Xo'p, ombudsmanning vazifalari, huquqlari hamda majburiyatlarini yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Xo'p. Ombudsmanning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Buni bir-biridan farqlash kerak qisqasi. Xo'p, inson huquqlari erkiklari qonuniy manfaatlariga oid davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etish. Ikkinchisi, inson tashkilotlar, mansabdor shaxslar tomonidan inson huquqlari erkiklari to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan parlament nazoratini amalga oshirish. Uchinchisi, jismoniy va yuridik shaxslarning inson huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlari buzilishi to'g'risidagi murojaatlarni ko'rib chiqish. Mana murojaat bilan bog'liq bizda bir qator hali o'rganishimiz kerak bo'lgan joylari bor. Ya'ni ombudsmanga kelib tushgan murojaatdan keyin ombudsman nima qiladi? Mana shu qonun doirasida ko'rib chiqamiz. Inson huquqlari, erkinliklari to'g'risidagi qonunchilikni amalga oshirish, ro'yobga chiqarishni o'rganish hamda ularni takomillashtirish yuzasidan takliflar tayyorlash. Beshinchisi, mana bu bizda ichki ishlar organlari tizimiga kiradigan ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarni qabul qilish va saqlash uchun mo'ljallangan maxsus muassasalarda voyaga yetmagan buni bunday qilamiz. Xo'p, mana bunda demak 15 sutka deymiz xalq tilida 15 sutka. Mana ichki ishlar organlari tizimiga kiradigan ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarni qabul qilish va saqlash uchun mo'ljallangan maxsus muassasalarda voyaga yetmaganlarning ijtimoiy huquqlar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlarida, bundan keyin O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarining garnizonida hamda qo'shin gaup vaqtalarida, vaqtincha saqlash hibsxonalarida, tergov hibsxonalarida, jazoni ijro etish muassasalarida, intizomiy qismlarda, majburiy davolash muassasalarida, bundan buyon harakat cheklangan shaxsdan saqlangan joylarda yuritilar ekan. Xo'p, qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy mana shu joylarda mana bu harakatlarni, qiynoqqa solish, shafqatsiz, g'ayriinsoniy, inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalada bo'lish va jazo turlarini qo'llash hollarini oldini olish bo'yicha tegishli choralar ko'radi. Mana shu joyini alohida belgilab qo'yamiz. Buni mana bu rangda belgilay. Yo, mana bu rangda belgilayman. Hozir uni to'g'rilaymiz. Mana shunaqa holatda
Demak, insonni qiynoqqa solmasligi haqida normalarni inson huquqlariga rioya etilishi ustidan ko'radi. Mana bularni eslab qoling. Mana alohida qilib qo'ydim. Bu endi ombudsman asosiy vazifasi, ya'ni o'sha qamoqxonada saqlanayotganlarni, 15 sutka saqlanayotganlarni inson huquqlariga rioya etilishi masalasini borib ko'rib, nazorat qilish huquqiga ega bu. Aholi o'rtasida inson huquqlari va erkinliklari to'g'risidagi xalqaro hamda milliy qonunchilik normalarini targ'ib qilish, shuningdek aholini huquqiy ong va huquqiy madaniyatini oshirishga ko'maklashadi. Bu 6-chi vazifasi. Inson huquqlari va erkinliklar sohasida xalqaro hamkorlikni ham rivojlantiradi. Bu 7-chi vazifasi. Demak, mana shu 7 ta vazifani amalga oshirar ekan ombudsman. Bu uni asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Mana o'zini aytib qo'yilibdi, asosiy vazifalar. Xo'p, ombudsmanning daxlsizlik huquqi. Ombudsman o'z vakolatlari muddati mobaynida daxlsizlik huquqidan foydalanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarini, ya'ni ikkala palatani birgalikda roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortish, ushlab turish, qamoqqa olinishi, sud tartibida belgilangan ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emas. Masalan, bu jinoyat sodir etib qo'ydi. Buni ushlash kerak, qamoqqa olish kerak, to'g'rimi? Buni to'g'ridan-to'g'ri borib tergovchi ushlab qamoqqa ola olmaydi. Buni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga bosh prokuror tomonidan kiritiladi. Mana aytib qo'yibdi. Bosh prokuror tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atiladi va mana bu palatalarning birgaligida ularga taqdim qilinadi. Keyin ular ombudsmanda mana bu daxlsizlik huquqidan yetib turish bo'yicha qaror chiqarib berishadi. Keyin bunga nisbatan o'sha jinoiy ishlarni qo'zg'atib turish mumkin. Ungacha ombudsmanning huquqlari to'xtatib turiladi. Ombudsmanni majburiy keltirishga, ushlab turishga, shuningdek uy-joyini, xizmat xonasini, yukini, shaxsiy yoki xizmat transport vositalarini, yozishmalarini, u foydalanayotgan aloqa vositalarini, unga tegishli hujjatlarni ko'zdan kechirishga yo'l qo'yilmaydi. Lekin mana bir bitta istisno holati bor, Jinoyat protsessual kodeksida shunaqa qoida bor. Agar shu jinoyatni toza o'zi sodir etayotgan holatda jinoyat ustida qo'lga tushib qolsa, uni ushlash mumkin. Daxlsizlik huquqini olib keyin emas, agar jinoyat ustida qo'lga tushsa, uni ushlash mumkin. Keyin baribir xabar berib qo'yish kerak. Xo'p, faqat bitta shunaqa istisno holat bor, o'sha daxlsizlik huquqidan foyda. Deputatga ham, senatorga ham xuddi shunaqa. Jinoyat ustida bo'lsa, mumkin. Aynan ustida bo'lishi kerak. Xo'p, ombudsmanning quyidagi huquqlari bor. Demak, ombudsmanning huquqlari. Yashilda qilaylik huquqlarni. Xo'p, inson huquqlari va erkinliklari buzilganligi haqida xabarlarni tashkilot, mansabdor shaxslar bilan birgalikda tekshirish huquqi bor. Keyingisi, tashkilotlar inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish masalalarini ko'rib chiqish bilan bog'liq majlislarida ishtirok etish huquqi ham bor. Tashkilotlar va mansabdor shaxslarning huzurida moneliksiz kirish, o'z vakolatlariga taalluqli masalalar yuzasidan tashkilotlar, mansabdor shaxslardan hujjatlarni, tahliliy materiallarni, xulosalarni va boshqa ma'lumotlarni so'rab, ulardan olish. 4-5-si harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanayotgan joylarda saqlanayotgan shaxslar bilan uchrashuvlar va suhbatlar o'tkazish. Ya'ni o'sha qamoqxonaga borib, mahbusda saqlanayotgan bo'lsa, mahbuslar bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlarni o'tkazish ham mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga, Oliy Majlis palatalariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga inson huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan huquqiy, tashkiliy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa chora-tadbirlarga qaratilgan maxsus ma'ruzalar taqdim qilish. Ya'ni mana bunday qilishimiz kerak deb ma'ruzalarni taqdim qilishi mumkin. Inson huquqlari va erkinliklari to'g'risidagi qonunchilik buzilishiga yo'l qo'ymaslik haqida tashkilot va mansabdor shaxslarga yozma ravishda ogohlantirish yuborish. Xuddi prokurorda ham bor edi, shunaqa. Buzilishi mumkin ogohnoma deyiladi bunda. Xuddi shunaqa. Xo'p, inson huquqlari va erkinliklari to'g'risidagi qonunchilikning aniqlangan buzilishlari, ularga imkon beruvchi sabab va sharoitlarni bartaraf etish haqida tashkilotlarning rahbarlariga ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritish. Demak, birinchisi ogohlantirish hujjati bo'ldi, ikkinchisi taqdimnoma kiritish hujjati bo'lyapti. Ya'ni u tomonidan bildiriladigan hujjatlar haqida gap ketyapti. Harakatlarida, harakatsizligida inson huquqlari va erkinliklari
buzilganligi aniqlangan shaxslarni javobgarlikka tortish to'g'risida tegishli tashkilotlarga iltimosnoma kiritish. Mana shu hujjatlarni mazmunini ham ko'rib olsa bo'ladi shu paytda. Demak, javobgarlikka tortish kerak deb hujjat bildirsa iltimosnoma. Qonunchilik buzilishlari bo'lsa, o'sha shart-sharoitlarni bartaraf etish bo'lsa, qonunchilik inson huquqlari bo'yicha qonunchilik buzilishiga, unda taqdimnoma bo'ladi. Ogohlantirish esa tashkilotlarga oldindan yozma ravishda ogohlantirib qo'yish. Va 10-si fuqarolarning buzilgan huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish to'g'risidagi arizalar hamda da'volarni sudlarga murojaat qilish. Ya'ni bu yoqda sudlarga murojaat qilish ham mumkin. Ombudsman agar ularning nomidan, fuqarolarning nomidan sudga murojaat qilsa, davlat bojidan ozod qilinadi. Insonni buzilgan huquqlar, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilishga doir ilmiy, amaliy, tashkiliy ishlarni amalga oshirish uchun ilmiy va boshqa tashkilotlarni, olimlar, ekspert va boshqa mutaxassislarni belgilangan tartibda shu jumladan shartnoma asosida jalb qilish ham mumkin. Qonunchilikka muvofiq yana boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin ekan ombudsman. Bu uning huquqlari. Ya'ni xohlasa foydalanadi bu huquqlardan, xohlasa foydalanmaydi. Majburiyat emas. Ana endi majburiyatlar. Majburiyatlar qisqaroq. Birinchisi, Konstitutsiya, qonun va boshqa qonun hujjatlariga ko'ra o'ziga biriktirilgan vazifalarni bajarishi. Ikkinchisi, tashkilotlar va mansabdor shaxslarning o'z vakolatlari doirasida amalga oshirilayotgan faoliyatiga aralashmaslik. Ya'ni bu ham har deb aralashaverish kerak emas. Boshqa vakolatlarga, inson huquqlari bilan bog'liq bo'lgan vakolatlar bo'lsa, sekin ularni nazorat qilsa bo'ladi, parlament nazorati asosida. Davlat siri, qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirlarni tashkil etuvchi ma'lumotlarni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya qilish kerak. Endi bu baribir davlat siri bilan bog'liq bo'lgan boshqa ma'lumotlarni bilib qolishi ham mumkin-da, chunki buni faoliyati boyaga aytganimizdek, ko'p organlar faoliyati bilan bog'liq. Shuning uchun sir saqlanish haqida to'liq amal qilish kerak bunaqa qoidalarga. Murojaat etuvchiga uni murojaatlarini ko'rib chiqish natijalarini ma'lum qilish shart. Ombudsman zimmasiga qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham kiritilishi mumkin. Qonunga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Xo'p. Demak, mana ombudsmanning huquqlari, erkinliklari, huquqlari, vazifalari va majburiyatlari haqida to'xtalib oldik. Xo'p. Ma'ruzasi. Endi bu ma'ruzasi o'quv dasturimizga aloqador emas, lekin bitta qoidani o'rgatib ketish sizlarga manfaatli bo'ladi. Shu ma'ruza orqali bu o'sha oltin qoida desak ham bo'ladi. Ya'ni bitta narsani bilib olinglar, hisobdorlik, javobgarlik degan masala bor huquqda. Ya'ni qaysidir mansabdor shaxs yoki qaysidir organ qaysidir organga hisobdor bo'ladi yoki javobgar bo'ladi. Bu nimadan kelib chiqadi? Bu mana shu organni kim lavozimga tayinlaganidan kelib chiqadi. Ya'ni oltin qoida shundayki, aksariyat holatlarda, 90% holatlarda shunday ishlaydi. Ayrim istisnolar ham bo'lishi mumkin. Lekin ko'p holatlarda shunday ishlaydi. Ya'ni kim uni lavozimga tayinlagan bo'lsa, ana o'sha tayinlangan lavozimdagi shaxslarni oldida ana shu shaxs javobgar bo'ladi yoki hisobdor bo'ladi. Masalan, ombudsman kimning oldida hisobdor deb o'ylaysizlar? Masalan, agar hozirgi mantig'imdan kelib chiqsa, Oliy Majlis palatalari bilan prezident oldida hisobdor bo'lish kerak, to'g'rimi? Shu mantiqdan kelib chiqilsa, ya'ni kim uni lavozimga tayinlagan bo'lsa, o'shani oldida hisobdor bo'lish kerak. Endi ko'rib chiqamiz, qanaqa ekan ma'ruzasi yoki hisobdorlik. Har yili hisobot yilining keyingi yilini 15-fevraldan kechiktirmay Oliy Majlis palatalariga o'z faoliyati to'g'risida ma'ruza taqdim etadi. Mana Oliy Majlis palatalari debdi. Oliy Majlis palatalari ularni lavozimga tayinlaydi, to'g'rimi? Ombudsman saylaydi. Demak, mana shunga hisobot taqdim etadi. Chunki nega unga hisobot taqdim etish kerak? Chunki uni saylashganda, ular saylashgan buni. Ombudsmanning faoliyati to'g'risidagi ma'ruza qiynoqqa solish, boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash hollari oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni ham aks ettiriladi. Ya'ni mana shu bo'yicha nima ishlar qilinganligi aks ettiriladi. Ombudsmanning faoliyati to'g'risidagi ma'ruza O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati majlislarida ko'rib chiqib, qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladi. Ombudsman faoliyati to'g'risidagi ma'ruzani ko'rib chiqish yakunlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari tomonidan qabul qilingan qarorlar
ombudsmanga yuboriladi. Demak, ombudsman kimga hisobdor yoki kimga ma'ruza taqdim etadi deyilsa, kim uni saylagan bo'lsa shunga. Nomzodni prezident ko'rsatdi, saylash kimda bo'ldi? Saylash Oliy Majlisning palatalarida bo'ldi. Demak, ma'ruzasini ham har yili 15-fevraldan kechiktirmasdan berish kerak. Mana kelyapti bizda 15-fevral ham yaqin. Adashmasam 17 kun qolibdi 15-fevralga. Mana shunaqa holatda ham taqdim qilinishi kerak 15-fevralgacha. Xuddi shunday. Endi maxsus ma'ruzasi va hokazolar bizga ular kerak emas. Xo'p, ombudsman tomonidan murojaatlarni ko'rib chiqish tartibi. Bizga mana shu joy kerak. Ombudsman tomonidan murojaatlar qanday ko'rib chiqiladi? Bu to'g'ridan-to'g'ri bizani darsligimizda kelgan ma'lumot. Ombudsman ariza, taklif, shikoyatlarni ko'rib chiqadi. Biz jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunni ko'rgandik. Xuddi shunga o'xshab mana bu yerda aytilyapti. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunda belgilangan tartibda ko'rib chiqadi, deyapti. Takliflarni ham, arizalarni ham, shikoyatlarni ham. Xo'p. Demak, shikoyatlarni mana shu ombudsman to'g'risidagi qonunda ariza va takliflarni jismoniy yuridik shaxslar to'g'risidagi qonun bilan tartibga solingan normalar bilan ko'rib chiqar ekan. Shikoyatga mana shu qonun, ariza va taklifga esa jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun asosida javob qaytarilishi kerak. Ombudsman O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini, O'zbekiston Respublikasi hududida turgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni, yuridik shaxslarning inson huquqlari va erkinliklarini buzilayotgan tashkilotlar yoki mansabdor shaxslarning harakatlari yoki harakatsizligi ustidan berilgan shikoyatlarni ko'rib chiqadi hamda o'z tekshiruvini o'tkazish huquqiga ega. Buni tepada ko'rdik, shikoyatlarni ko'rib chiqadi, tekshiruvlarni ko'rib chiqadi deb. Uchinchi shaxslarni, nodavlat notijorat tashkilotlarni, muayyan bir shaxslarni yoki bir guruh shaxslarning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlari buzilganligi ustidan bergan shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun basharti ularni bunga rozilik talab bo'lsa qabul qiladi. Ularning bunga roziligi bo'lsa, ya'ni mana bu tashkilotlar o'zlari rozi bo'lsa, nodavlat tashkilotlar, ularning ham huquqlarini ko'rib chiqishi mumkin ekan jismoniy yuridik shaxslar murojaatlari doirasida, deyapti. Shikoyatlar og'zaki, yozma, elektron shaklda bildirilishi mumkin. Ombudsman qabul jadvallari, hop, jismoniy yuridik shaxslarning vakillarini, sayyor shaxslarni ham qabul qilishi mumkin. Qabul jadvali asosida amalga oshiriladi. Veb-saytda e'lon qilinadi bu. Axborot kommunikatsiyalardan foydalangan holatda, keyin ma'muriy binoda hamma kirishi mumkin bo'lgan joylarda, stendlarda yoki boshqa texnik vositalar joylashtirish orqali manfaatdor shaxslar e'tiboriga yetkaziladi mana shu e'lonlari. Xo'p, ombudsman sudning vakolatlari doirasida kiritilgan masalalarni jismoniy shaxslar boshqa jismoniy shaxslar tomonidan huquq erkinliklari harakatlari ustidan doir murojaatlarni ham ko'rib chiqmaydi. E'tibor qarating. Ya'ni sudni vakolat doirasiga kiradigan masalalar, masalan, meros bo'yicha nizobatda sudga murojaat qilish kerak, to'g'rimi? Nizoni hal qilish uchun. Ombudsmanga borsangiz, bunaqa murojaatlarni ko'rib chiqmaydi. Anonim murojaatlar ombudsman tomonidan ko'rib chiqilmaydi. Chunki anonimda kim tomonidan murojaat qilinganligini bilish mumkin emas. Javob qaytarib ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Shikoyatlarni ko'rib chiqish shartlari bizga kerak emasda. Ombudsman jismoniy shaxslar murojaatlaridan ko'rib chiqish chog'idagi huquqlari mana shu kerak. 22-modda bor. Cheklangan shaxslar joylangan sohalar ombudsmanga murojaat etishi. Yo bizning ham yo'q. Hop, biz asosan 22-modda bilan 21-modda ga e'tibor qaratishimiz kerak. Lekin mana bu yerda bir muddat kelgan. Endi o'quv dasturiga doir deyish qiyin-ku, bilib qo'ygan yaxshi. Tushganda bilmay qo'ygandan ko'ra hozir bilgan yaxshi. Ombudsmanga murojaat etuvchining uning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlari buzilganligi to'g'risida ma'lum bo'lgan paytdan e'tiboran yoki bo'lmasa murojaat etuvchi o'z huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilishni boshqa vositalardan foydalangan hamda qabul qilingan qarorlarni qanoatlantirilmagan bo'lsa, uning shikoyati oxirgi qaror qabul qilingan paytdan e'tiboran 1 yil ichida berilgan shikoyatni ko'rib chiqadi. Nima degani bu? O'sha inson huquqlari bilan bog'liq bo'lgan buzilishi kamida 1 yil oldin sodir bo'lgan bo'lishi kerak. Ko'pi bilan 1 yil oldin sodir bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni mana masalan
bugun inson huquqlari, o'sha sizni huquqlaringiz buzildi, qanaqadir qaror chiqdi, sizni o'sha inson huquqlari konstitutsiyada belgilab qo'yilgan inson huquq erkinliklaringizdagi normalar buzildi, sizni huquqingiz buzildi qisqasi. Siz ombudsmanga murojaat qilmoqchisiz. Ombudsman sizning murojaatingizni qachon ko'rib chiqmasligi mumkin? Anonim bo'lsa ko'rib chiqmasligi mumkin. Endi qachon murojaat qilsangiz ko'rib chiqmasligi mumkin. 1 yildan keyin murojaat qilsangiz ko'rib chiqmasligi mumkin. Tasavvur qiling, mana bugun 29-yanvar, to'g'rimi? Keyingi yil 29-yanvar oxirgi kun bo'ladi. Demak, 30-yanvarda murojaat qilsangiz, 1 yil ichida murojaat qilmaganligingiz uchun bu narsa istisno etilib, 1 yil ichida berilmaganligi uchun ko'rib chiqmasligi mumkin. Lekin ko'rib chiqishi ham mumkin o'zining tashabbusi bilan. Masalan, uzrli sabablarga ko'ra o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, ya'ni siz o'sha 1 yil davomida kasal bo'ldingiz va hokazo bo'ldi, murojaat qila olmasligingizni sababini isbotlab berdingiz. Masalan, komada yotgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa murojaat etishni imkoni bo'lmagan, mahbus murojaat qilyapti. Mahbus murojaatlarini murojaat yo'llash huquqini ta'minlab berishmagan va hokazo bo'lishi mumkin. Demak, 1 yil ichida murojaat qilish kerak ombudsmanga. Ombudsmanga beriladigan shikoyatga qo'yiladigan talablar. O'sha jismoniy yuridik shaxslar bor-ku, xuddi o'shanga o'xshab keltiriladi bu yerda. Familiyasi, ismi, otasini ismi, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Shikoyat qilayotgan yuridik shaxs tomonidan berilgan taqdirda yuridik shaxs ham shikoyat qilishi mumkin. Uni huquqlari, nomi, joylashgan yeri, pochta manzili ham ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Qaror, harakatsizligi, harakatlari ustidan qaysidir organni, mansabdor shaxsni o'sha ismi, familiyasi ko'rsatiladi shikoyatda. Murojaat etuvchining fikricha, uning huquqlarini buzgan qarorlarni, harakatlari yoki harakatsizligini mohiyati bayon etiladi. Ya'ni mana bu shaxs mana bu qarori bilan mana shunday huquqlarimni buzdi deb konkret belgilab qo'yish kerak. Boyagi murojaatda. Xo'p, davlat tilida yoki boshqa tilda ham bo'lishi mumkin. Hech cheklov yo'q til bo'yicha elektron shaklda ham berilishi mumkin. O'z tashabbusi bilan faktlar tekshiruvini ham o'tkazishi mumkin. Mana shu murojaatlar bo'yicha, masalan, yangi dalillarni ta'minlash kerak bo'lsa. Xo'p, masalan, oldin murojaat qilgan bo'lsa, mana shu murojaatni endi ko'rib chiqaman deganda, murojaatni qaytarib olaman deb murojaat etuvchi xat yozgan bo'lsa, mana shu holatda o'sha murojaatni to'xtatishi ham mumkin. Inson huquqlari buzilgani tiklangan bo'lsa yoki bo'lmasa ikkinchi holat dalillarni taqdim etgan bo'lsa, shu dalillarni qaytarib so'rasa, qaytarib berishi ham mumkin murojaat etuvchiga. Xo'p, ombudsmanga berilgan shikoyat uchun davlat boji undirilmaydi. Ya'ni ombudsmanga murojaat qilish tekin. Buni ma'nosi shunaqa. Ombudsmanga murojaat qilish tekin. Ana endi mana to'g'ridan-to'g'ri kelgan kitobimizda ombudsman murojaatlarni ko'rib chiqish chog'ida nima qiladi, qanday huquqlarga ega? Aniqlanishi lozim bo'lgan har qanday holatlarni tekshirishda ko'maklashishni so'rab tashkilotlar va mansabdor shaxslarga murojaat qilishi. Ya'ni qanaqadir holatni aniqlashtirish kerak mana shu shaxsni huquqlari bo'yicha. O'shaning uchun o'sha tashkilotga yoki bo'lmasa boshqa shaxslarga qo'shimcha murojaat yo'llashi mumkin. To'g'risini aytsam, bu ombudsman o'zi bitta mansabdor shaxs bo'lsa, shuncha ishni qilgani ulgura olmasa kerak deb o'ylayman. Qaranglar, huquqlari, majburiyatlari va hokazo murojaatlar bilan bog'liq bo'lgan qancha ish bor. Aniqlanish lozim bo'lgan holatlarni tekshirish uchun tashkilotlarning vakillari va mansabdor shaxslarga o'sha mansabdor shaxslarni o'zini huzuriga taklif qilishi mumkin yoki o'sha uchrashuvga taklif qilishi mumkin. Aniqlanish kerak bo'lganda, ko'rsatuvlari kerak bo'lsa. Xo'p. Mansabdor shaxslardan tushuntirishlar olish qonunda nazarda tutilgan hollar mustasno deyapti. Xo'p, mansabdor shaxslardan tushuntirish olishi ham mumkin. Keyingisi, aniqlanishi lozim bo'lgan masalalar yuzasidan tashkilotlar va mutaxassislarga xulosalar tayyorlashni topshirish. 5-holat. Murojaatni uning mohiyatiga ko'ra hal qilishga vakolatli bo'lgan tashkilot yoki mansabdor shaxsga yuborish. Masalan, sudga murojaat qilish kerak bo'lgan shaxs ombudsmanga murojaat qildi. Ombudsman mana shu holatda o'zi mana shu murojaatni ko'rib chiqmasdan to'g'ridan-to'g'ri sudga berib yuboradi. O'sha kimga bo'lsa, qaysi mansabdor shaxsga bo'lsa, o'shanga yo'naltirib yuboradi. Murojaatni ko'rib chiqish sababini ko'rsatgan holda rad etish. Ya'ni
murojaatni ko'rib chiqishni rad etsa ham bo'ladi, lekin sababini aniq ko'rsatish kerak. Mana shu 6 ta huquq bizda yangi qonunchiligimizda mana shunday keltirilibdi. Jismoniy yuridik shaxslar murojaatlarni ko'rib chiqish chog'ida qonunchilikka muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin. Xo'p, endi qonunda qanaqa huquqlar bo'lsa, shunaqa huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Xo'p, harakatlanish erkinligiga cheklangan shaxslar saqlanadigan joyda ombudsmanga murojaat etish huquqi bu o'sha nima deydi? Qamoqxonadagilarni nazarda tutyapti, qisqasi, joydaricha qilib aytganimizda, jazoni ijro etish muassasasi deymiz. Xo'p, ombudsman nomiga yuborilgan murojaatlarda senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Nima degani senzura? O'sha masalan mahbus bunga xat yozyapti. Mana shu mahbusni xatlarini kimdir o'qishi mumkin emas. Masalan, qamoqxona mudiri yoki bo'lmasa boshqa nazoratchi o'qish mumkin emas. Xo'p, harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanayotgan joylarning ma'muriyati mazkur joylarda saqlanayotgan shaxslarning murojaatlarini 24 soatdan kechiktirmay muhrlangan tarzda yuboradi. Telegrammalarni esa jazoni ijro etish muassasalari darhol yuboradi. Demak, konvert shaklida berilgan bo'lsa, 24 soatdan kechiktirmasdan yuborilishi kerak. Agar telegramma tarzida berilgan bo'lsa, darhol yuborilishi kerak. Ya'ni elektron bo'lsa, darhol yuborilishi kerak. Konvert shaklida berilganda muhrlangan tarzda yuboriladi. Endi yana bitta narsa, buni tirik misol qilib qayta ko'rsangiz bo'ladi. Bu holatni kinoda ko'rsangiz bo'ladi. Mavritaniyalik degan bir kino bor. O'shanda advokat bilan bo'lgan suhbatda mana shu advokat o'zini murojaatlarini qog'ozga yozib, muhrlab taqdim qiladi. Mana shu muhrlangan murojaat advokatiga yetib boradi. Ya'ni o'sha senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Murojaatlarni o'qish mumkin emas. Xuddi shunaqa tarzda, demak, ombudsmanga ham murojaat qilish mumkin. Endi bu nima uchun bu joyni aytdim? Chunki mana harakatlanish erkinligini cheklangan shaxslar saqlanayotgan joyda degan joyi borda. Chunki ombudsman asosiy huquqlardan bittasida bu. Shuni ham bilib ketsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu narsalar o'zi bizga kerak emas. Ariza, da'vo, xulosa, ombudsman ta'sir choralari kerak bizga. Ombudsman ta'sir choralarining turlari ogohlantirish, taqdimnoma, iltimosnoma, talabnoma. Demak, 4 ta bo'lgan. Ogohlantirish nima? Bu ogohlantiradi o'z nomi bilan. Inson huquqlari, erkinliklari to'g'risidagi qonunchilikning buzilishiga yo'l qo'ymaslik haqida ogohlantirish ombudsman tomonidan tashkilot yoki mansabdor shaxslarga yozma ravishda e'lon qilinadi. Mansabdor shaxsga ogohlantirish e'lon qilinganligi to'g'risida yuqori turuvchi organ mansabdor shaxsga xabar qilishga haqli. Masalan, hokim inson huquqlarini buzayotgani to'g'risida ma'lumot bor. Mana shu ma'lumotni inson huquqlarini buzmaganda ogohlantirish yuborib qo'yadi. Mana shu holat bo'yicha deb aytish ham mumkin. Keyin masalan o'sha tuman hokimiga yuborgan bo'lsa, endi uni ustida turuvchi viloyat hokimi bor, nazorat qiluvchi. Viloyat hokimiga ham aytib qo'yadi. Tuman hokimiga nisbatan mana shunday ogohlantirish berdim deb aytib qo'yishga ham haqqi bor. Qisqasi bu mana shunday nima deydi? Inson huquqlarini buzib qo'ymagin deb ogohlantirib qo'yadi. Tushundinglar buni? Yo'l qo'ymaslik haqida, inson huquqlari bo'yicha qonunchilikni buzilishiga yo'l qo'ymaslik haqida ogohlantirish berib qo'yadi. Keyingisi taqdimnoma. Qisqasi mana bu yerda sizlarga tushunarli bo'lishi uchun ogohlantirish, ya'ni hali inson huquqlari buzilmagan bo'ladi. Bu yoqda hali inson huquqlari buzilmagan bo'ladi. Endi taqdimnoma. Inson huquqlari, erkinliklari to'g'risidagi qonunchilikning aniqlangan buzilishlari, ularga imkon beruvchi sabablar, shart-sharoitlarni bartaraf etish haqida ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan taqdimnoma ombudsman tomonidan tashkilotlarning qonunchilik buzilishlarini bartaraf etish yuzasidan vakolat berilgan rahbarlarga kiritiladi. Demak, bunda o'zi inson huquqlari buzilgan bo'ladi. Demak, mana bu yerda inson huquqlari hali buzilmagan ogohlantirishda, taqdimnomada esa
mana shu rahbarga kiritilar ekan va bu yerda o'sha inson huquqlari o'sha tashkilot muassasa tomonidan buzib qo'yilgan bo'ladi. O'sha taqdimnoma kechiktirmay ko'rib chiqilishi lozim va ko'rilgan choralar to'g'risida ombudsmanga javob qaytarilishi kerak. 15 kundan kechiktirmasdan yozma shaklda xabar qilinishi kerak. 15 kundan kechiktirmasdan. Agar boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lsa, undan ham kamroq muddat bo'lishi mumkin. Keyingisi, buni sal boshqacha rangda qilamiz, ajratib olishinglar uchun sariq qilaylik. Iltimosnoma. Harakat yoki harakatsizligida inson huquqlari va erkinliklari buzilishi aniqlangan shaxslarni javobgarlikka tortish to'g'risida tashkilotlar mansabdor shaxslarga ombudsman tomonidan iltimosnoma kiritiladi. Mana bu inson huquqlarini buzib qo'yibdi, endi uni javobgarlikka tortgan deb iltimosnoma kiritiladi. Hop, demak bunda ham inson huquqlari buzilgan bo'ladi. Bunda ham inson huquqlari buzilgan bo'ladi. Va keyingi ta'sir choramiz talabnoma. Mana bu yerga o'tkazamiz buni. Talabnoma. Pushti rangda qilamiz. Harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar, bu ayniqsa mana shu jazoni ijro etish muassasasida saqlanayotgan shaxslarda, mana bu harakatlanish erkinligi cheklangan shaxsda saqlanayotgan joylarda amalga oshirilgan monitoring tashriflari davomida aniqlangan qiynoqqa solish hollarini bartaraf etish va ushbu hollarni oldini olish maqsadida ombudsman tomonidan tegishli tashkilotlarga ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan talabnoma yuboriladi. Demak, mana shu talabnoma aynan harakatlanish erkinligi cheklangan shaxsda saqlanayotgan joydagi, ya'ni o'sha jazoni ijro etish muassasasida saqlanayotgan joydagi shaxsga yuboriladi. Talabnoma tezkorlik bilan ko'rib chiqilishi kerak. Hop. Va qanday choralar ko'rilganligi, o'shaning huquqlari ta'minlanganligi haqida 15 kundan kechiktirmagan holatda yozma shaklda xabar qilinishi kerak. Ombudsmanni mana shu ko'rilgan ta'sir choralaridan edi. Xo'p, demak mana shunday ombudsmanni mana shunday biz o'qishimiz, bilishimiz kerak bo'lgan jihatlari bor. Ombudsman to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini o'quv dasturi doirasida ko'rib chiqdik deb ayta olamiz. Keragidan ortiq normalar bilan birgalikda mazkur qonun e'lon qilingandan boshlab kuchga kirgan. Hop. Demak, bizda birinchi qonunimizni ko'rib chiqdik. Bizda ishtirok etayotganlar bor. Marhamat, qanday savolingiz bor mana shu qonun doirasida yoki bo'lmasam qanday murojaatingiz bor? Men chatni o'chiraman, zapisni o'chiraman. Sifatli video bo'lishi uchun har xil gaplarimiz saqlanib qolmaydi.